Malohat o'ziga ishongan, ammo hayotda tanlov qilish ostonasida turgan bir qiz edi. Otasi uni yaqin qarindoshining o'g'liga turmushga berishni rejalashtirgan edi. Ammo Malohatning yuragi boshqa. Kamol ismli sodda, mehnatkash, ammo kambag'al yigit uchun urar edi. Qanchalik otasining g'azabidan qo'rqqan bo'lsa-da, yuragining ovoziga quloq solib, Kamolga turmushga chiqdi. Ota uydan chiqib ketganidan so'ng ular uzoq yillar kambag'allikda, lekin sevgi bilan yashashardi. Biroq hayot har doim ham ertak emas. Yillar o'tib Malohat 3 farzandning onasiga aylandi. Kamolning daromadi oz, ularning yashashi kun sayin og'irlashdi. Endi Malohat ham ishlashga majbur edi. Bir kuni ovsini Ziyoda undan ish bor deb aytib, o'zi bilan birga olib chiqishni taklif qiladi. Oylik zo'r, og'ir ish emas. Bir marta boramiz, keyin o'zing qararsan, dedi Ziyoda. Malohat rozi bo'ldi. Bolalar uchun, erining yelkasidan yukni yengillashtirish uchun. Ular shinam, qimmat mashinaga o'tirdilar. Mashinani kostyum kiygan, gapida madaniyat ufurib turadigan bir erkak haydab borardi. Ularning boradigan joyi shahardan chekkada joylashgan dachada edi. Yo'l bo'yi Malohat hayron edi. Oddiy ish uchun nima keragi bor bu qadar dabdabaga? Ammo ichida balki boy odamning uy ishlaridir degan umid bor edi. Dachaga yetib borishgach, hamma narsa o'zgardi. Erkak Ziyodani iliq kutib oladi, so'ng Malohatga bir turdagi kiyim ko'rsatib, buni kiyib chiqing deydi. Malohat dahshatga tushadi. Ziyodaning qiyofasi o'zgaradi. U bu yerga doimiy kelib turadigan erkaklarga xizmat ko'rsatadigan ayol bo'lib chiqadi. Malohat qattiq shokda qoladi. Uni chiroyli so'zlar bilan oylik ilinjida hatto o'zining eng yaqin insoni ovsini tomonidan sotilganini tushunib yetadi. Malohat hech ikkilanmay kiyimini irg'itadi, dachani tark etadi. Mashina topib yo'l-yo'lakay ko'z yoshlari bilan o'ziga so'z beradi. Qaytaman, lekin endi o'zim uchun yashayman, bolalarim uchun yashayman. Sharmandali pulga emas, halol mehnatga tayanaman deydi. U Kamolga hammasini aytadi. Kamol esa birinchi marta hayotida yig'laydi. Qashshoqlik uchun emas, ayolini bunchalik qiynalgani uchun. Shundan so'ng Kamol o'z-o'ziga va'da beradi. Endi hech qachon oilasini muhtojlikka qoldirmaslikka. Keyin ular Malohat bilan qishloq etagidagi bir yerni ijaraga olishadi va ular mo'l hosil olishadi. Keyingi yili yerlarni kengaytirib katta fermerga aylanishadi va iqtisodiy barqaror hayot kechirishadi. Malohatning ovsinini esa kirdikorlari fosh biladi. U ko'p o'tmay eri Jamol bilan ajrashadi. Ularning farzandlari Jamolga qoladigan bo'ladi. Sud xuddi shunday qaror chiqaradi. Shunday qilib, ularning oilasidan fohisha haydaladi.